Hammaga assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun bize broiler korpuslarining arkasındamiz. Broiler korpuslari bor 5 etajli bilsangizlar, keyin 3 tane 9 etajli voyinli korpus ham qurilgan. Shuni ishi to'g'rimizda bir ko'rsatib o'tamiz. Ishon tarafda to'g'rimizda yana. Ishon tarafning arkasındagi posyolkada, nom mahalla deb aytiladi bu? Cho'lobod mahallasindamiz. Shunda yo'ldan chiqaverishimizda bir 300 metr chiqadi yo'limizga. Ko'rsatib o'tamiz ekranda va yan boshda QR koddan tashakkur etamiz. Telefon qaratib ko'rsangizlar, to'shishni turgan joyimni kartada ko'rib bilishingiz mumkin. Metan zapravkalar chiqarishimizda shuni to'g'risindagi ko'chada ishqilib. Shu arkamda eni 7,5 metr uzunlik ketchamini 25 metr. 7,5 metrlik kishi hovli joyimiz sotib chiqqan. Narxini ichanda aytib o'tamiz. Fasad qismi ishlangan ekan. Eshikimiz toza eshik qo'yilgan va akvariumlar bilan jihozlangan. Даже решетkalar ham qo'yilgan. Oldinda parkovka joyimiz ham. Maktab, bog'cha, bu yerda birasta broiler korpuslari ham bor. Maktabimiz sal uzoqdan 2 dona maktab bor, bog'cha ham shuda. Даже bu yerda o'zini poliklinikasi ham bor. Asa ketdik, joyni bir qator obzor etamiz. Giraverishimizdan katta dovonina remontimiz oddiy fonda o'tdi. Endi olib turib remont etib olib o'taman desangizlar, o'zingiz bilasizlar, devorlar sal tekizlab berib turib qilaverasizlar ekan. Dovonda patolog balandligi 320 ekan. Birinchi spalnimizni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Remonti chiroylatib olib o'ylangan ekan. Patologlarni bir e'tibor berishingizni so'rayman. O'rtoqlar, shu joyni sodalashib oladigan bo'lsangizlar, yana pastda uyning egasining nomeri turibdi. Yana aytib o'tamiz, bizning kanal faqat uyning egasining nomerini qo'yib reklama etadi. Ham reklamamiz mod, bemalol telefon qilib bizlar bilan bog'lanib uyingizni sotishingiz mumkin. Hozir esa ketdik arka zalini, yana bir spalnisini ko'rib chiqamiz. Bir qator zaldan girib ko'raylik, remontuna bir e'tibor berasizlar. Chiroylatib abo'ylar qo'yib, shinamatib tuzatilgan ekan. Bu zalina. Joyni hamma barcha jihozlari bilan sotiladi o'rtoqlar. Shuning uchun pastda nomerlar bor, unga telefon qilinglar. Joyning narxi 580 million so'm. 580 million so'm, xuddi 150 metr kvadrat ekan. 150 metr kvadrat ekan. Joyning o'zi qurilish asli maydoni. Atak o'zini общий yashash maydoni 120 kvadrat ekan. 120 kvadratda 4 dona xona tushgan va barcha jihozlari bilan ham. Servanti, tilzori, ustlari, yana pardalari, lustrasi, kartinkasi ham mavjud bilan. Endi eshiklar sal eskiroq ekan, zalok olib to'g'ri yashaman desangizlar, yashab o'tiribdilar ekan, o'zlari boshqadan joy ekanlar. Shuning uchun srochniy sotchaqlar, ban tarafda yana bir xonasini bir ko'rsatib o'tamiz. Bu D2 xonasi ekan. Bir baho berasizlar, kelib sodalashasizlar. Broiler tarafdan kim ko'rib ishining kotej arzonroq ishining hamyonbop narxda joy qidirib bilgan bo'lsa, shu joyni tavsiya beraman. Ya qidirib bilgan bo'lsa, videoni shuna tashlab qo'yasizlar. Yana bir spalnisi. 3 dona yana spalni, 1 dona detski, 1 dona zali, hammasi akva bilan jihozlangan, shkaflari, barcha jihozlari qoladi. Abo'ydan bir e'tibor berasizlar, lyustrasi. Endi tashqari tarafdan kichkinaroq joylari bor ekan va letni kuxnilardan bir ko'rsatib o'tamiz. Shunda bemalol mangal qo'yasizlar, boshqa qo'yasizlar, shunday joy bor ekan, prostorniy tualet bonizi ban tarafda. Yana bir qator ko'rsatib o'tamiz tualet bonini. Ban tarafimiz kuxniya, chiroyli mancha ayollar shuni baho beradi ayollara. Karabina bunda gaz plitasi, mebeli hammaji bilan qoladi. Vechishasi bonidan bir qator ko'rsatib o'tamiz. Plastiklar bilan chiroyli qilib tuzilgan ekan. Svet sal chalar ekan. Uchun qarab, sodalashib olishlaringizni tavsiya beraman. Pastdagi nomerlar, uyning egasi, hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.